Biz uylarga kelamiz, narxini aytib eshittiramiz, mana shunchalar sotiladi deb aytamiz. Yana bugun ham bitta sotiladigan joyga kelganmiz. 4 qavatli domda 3-qavatda joylashgan bir xonali uyimizga kelganmiz, sotiladigan joyimiz. Endi to'liqroq tushuntiraman. Kirib kelaverish. Kirishda chap tarafda sanuzeli bitta joyda joylashgan, Ariston bak, motor hamma narsasi joylashtirilgan, ya'ni 24 soat suv keladigan qilingan. Bu tarafda zalga natijni qilgan, pardalar ilingan, aboylar qilingan. Bu tarafda esa balkonimiz bor ekan. Balkonni ko'rsatib o'tib ketay. Mana balkonimiz 6 metrga 1,5 metr bo'lgan balkon. 3-mikroyon joyini aytdim. Endi bu tarafda ko'rsatadigan bo'lsak, oshxonamiz. Oshxonamiz bu tarafda, ya'ni oshxonamiz ixchamgina oshxona, moyka qilgan, gazni qo'ygan. Endi narsa, u narsa qo'yadigan bo'lsalar, o'zlaring taxlab olsalar bo'ladi. Mana shu joyimiz sotiladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 285 million so'm deyishyapti. Ozgina o'tib beradigan joyi bor. Kelib savdolashib, talashib tortishib olsangiz bo'ladi.